Yurtimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim olishi, zamonaviy kasb-hunar egallashi va vatanparvarlik ruhida kamol topishiga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Ayniqsa yoshlar kuni munosabati bilan joylarda tashkil etilayotgan ochiq muloqot va uchrashuvlar ularning orzu intilishlarini ro'yobga chiqarish, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi Andijonda bo'lib, 300 nafardan ortiq yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Baliqchida bo'lib o'tgan rahbar va yoshlar uchrashuvi samimiy va qizg'in muloqotlarga boy tarzda o'tdi. Unda viloyatning faol yoshlari, o'quvchilar, talabalar hamda kasb-hunar o'rganayotgan yigit-qizlar ishtirok etdilar. Ochiq muloqot davomida ishtirokchilarga vatanparvar tashkilotining mamlakatimizda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida texnik va amaliy sport turlarini keng ommalashtirish, shuningdek mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlashga qaratilgan faoliyat haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ma'lumki, tashkilot tizimida yoshlarga zamonaviy kasblarni o'rgatish, ularning texnik bilim va ko'nikmalarini oshirish, ayniqsa haydovchilik sohasida malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda transport sohasida yetuk mutaxassislarga ehtiyoj yuqori bo'lib, bu kabi amaliy kurslar yoshlarning kelajakda barqaror ish o'rniga ega bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuv doirasida Andijon viloyati kengashi tasarrufidagi o'quv muassasalariga yangi yengil avtomobillar hamda yuk mashinalari topshirildi. Mazkur texnikalar haydovchilarni tayyorlash jarayonida amaliy mashg'ulotlar sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Qariyb 2 yil, 3 yil avval ma'nan eskirgan texnikalardan foydalanayotgan edi. Vaholanki, ushbu texnikalar boshqaruvda ham, ularni yo'llarda harakatlanishi ham bugungi zamonaviy texnikalardan ancha farq qilib, noqulayliklar tug'dirishga sabab bo'layotgandi. Va bugun topshirilgan texnikalarning navbatdagi xaridi ham mana shu zarurat, ayniqsa ularga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgani bilan bog'liq. Uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, kelgusidagi rejalari va tashabbuslari bilan o'rtoqlashdilar. Samimiy ruhda kechgan uchrashuv yoshlarda vatanga muhabbat, kelajakka ishonch tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.